Muxolif kim? Kelajakda keladigan bitta odammi? Yoki u hozir ham faolmi? Muqaddas kitob juda aniq javob beradi va bu sizni hayratga solishi mumkin. Havoriy Yuhanna yozadi. Yuhannaning 1-maktubi 2:18. Farzandlarim, bu oxirgi zamondir. Sizlar Masihning muxolifi kelishi kerakligini eshitgansizlar. Mana, hozir ham Masihning ko'p muxoliflari paydo bo'lgan. Ana shundan biz oxirgi zamon ekanligini bilib olamiz. E'tibor bering, faqat keladi emas, balki allaqachon mavjud. Yana shunday deyilgan Yuhannaning 1-maktubi 4:3. Inson tanasida kelgan Iso Masihni e'tirof etmaydigan har bir ruh esa Xudodan emasdir. Bu Masihning muxolifi ruhidir. Masihning muxolifi kelishi va uning allaqachon dunyoda borligini eshitgansizlar. Muxolif bu faqatgina kelajakdagi yetakchi emas, bu aldov ruhi bo'lib, allaqachon dunyoda faoliyat yuritmoqda. Masih muxolifining asosiy belgisi. Muqaddas kitob deydi. Yuhannaning 1-maktubi 2:22. Isoning Masih ekanini inkor etadigan kishi yolg'onchi bo'lmasa, unda kim yolg'onchi? Bu otani va o'g'ilni inkor etuvchi Masihning muxolifidir. Muxolif har doim Iso haqidagi haqiqatni buzadi, uni kamaytiradi yoki butunlay inkor qiladi. Eng asosiysi, bu har doim ham ochiq yomonlik ko'rinishida bo'lmaydi. Ko'pincha bu yarim haqiqat sifatida keladi. Misol, tasavvur qiling, kimdir sizga kelib shunday deydi: "Men Isoga ishonaman", lekin keyin qo'shadi: "U Xudoning o'g'li emas. U gunoh uchun o'lmagan." Savol: bu o'sha bir xil Iso haqidagi ishonchmi? Yo'q, bu allaqachon boshqa, buzilgan Isoga bo'lgan ishonch. Mazmuni: muxolif bu faqat uzoqdagi raqib emas, bu har doim dunyoda faoliyat yuritib kelayotgan ruh. Bu har qanday ta'limot, ruh yoki inson bo'lishi mumkin. Bu sizni haqiqiy Masihdan uzoqlashtiradi. Muqaddas kitob deydi, Masih haqidagi haqiqat buzilganda bu muxolif ruhidir. Lekin aniq shaxs ham bo'ladi. Muqaddas kitob kelajakdagi bir inson haqida gapiradi. Fessalonikalarga 2-maktub 2:3-4. Hech kim sizlarni hech narsa bilan aldamasin, chunki iymondan qaytish vaqti kelmaguncha va halokat o'g'li, gunoh insoni ochilmagunicha o'sha kun kelmaydi. Bu halokat o'g'li muqaddas yoki Xudo deb ataladigan har barcha narsalarga qarshi chiqib, o'zini hamma narsadan ustun qo'yadi. Hattoki Xudoning ma'badida Xudo kabi o'tirib, o'zini Xudo qilib ko'rsatadi. U mag'rur so'zlar gapiradi va yer yuzida yashovchilarni aldaydi. Vahiy 13-bob. U shunday bo'ladi: kuchli yetakchi, hokimiyatga ega, ta'sir kuchiga ega, aldov bilan ishlaydi va odamlar uni haqiqat deb qabul qiladi. Nega odamlar aldanadi? Fessalonikalarga 2-maktub 2:11-12. Mana shu sababdan Xudo ularga kuchli yanglishishni yuboradi, toki ular yolg'onga ishonsinlar. Shu tariqa haqiqatga ishonmagan, nohaqlikdan zavqlanganlarning barchasi mahkum bo'lsin. Demak, odamlar tasodifan aldanmaydi, balki haqiqatni qabul qilishni xohlamaganlar aldanadi. Qanday qilib aldanmaslik mumkin? Yuhanna xushxabari 10:27. Mening qo'ylarim esa mening ovozimga quloq soladilar. Men ularni bilaman va ular mening ortimdan ergashib boradilar. Yagona himoya Masihni shaxsan bilish, uning ovozini eshitish, haqiqatda mustahkam turish. Muxolif bu faqat kelajakdagi tahdid emas, bu allaqachon faol bo'lgan ruhdir. Lekin haqiqat aldovdan kuchliroq. Kim muxolif ekanligi muhim emas. Siz muxolifni taniy olasizmi? U tanada namoyon bo'lganda. Siz qanday o'ylaysiz? Biz allaqachon aldov zamonida yashayapmizmi? Izohlarda yozing, obuna bo'ling, layk bosing va ulashing.